Yangi Afg'oniston. Afg'oniston ehtimol bugungi kunda dunyo megaloyihalarini umid bilan kutayotgan so'nggi davlatdir. 40 yillik urush, vayronagarchilik va sanksiyalardan keyin ham ayni shu mamlakat bugun Markaziy Osiyo tarixidagi eng yirik suv kanalini qurmoqda. Afg'onistonda temir yo'llar barpo etilib, mis konlari qayta ishga tushirilmoqda. Eng qizig'i, 3 million aholiga mo'ljallangan Singapur hajmidagi yangi megapolis qurilmoqda va bularning barchasi G'arb yordamisiz va o'z kuchiga tayangan holda amalga oshirilmoqda. Biz bilmagan Afg'oniston bugun tog'lar, daryolar va siyosiy to'siqlar orqali o'z kelajagiga yo'l ochmoqda. Afg'onistonda bugun nima sodir bo'lmoqda? Nega Xitoy afg'on loyihalariga faol qo'shilmoqda? Tolibon qanday qilib butun dunyoga o'z qurilishlari orqali ta'sir o'tkazishni rejalashtirmoqda? Yangi infratuzilma o'yinchisi. Dunyo sanksiyalar, legitimlik va diplomatiyani muhokama qilayotgan paytda Osiyo xaritasida yangi infratuzilma o'yinchi paydo bo'lmoqda. G'arb yordamisiz va xalqaro kreditlarsiz Afg'oniston logistika, energetika va siyosiy muvozanatni o'zgartirishi mumkin bo'lgan loyihalarni boshladi. Bu barcha loyihalar muvaffaqiyatli bo'ladi degani emas. Afg'oniston hali ham dunyodagi eng beqaror davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. Ichki muammolar va tashqi xavf-xatarlar hali ham juda ko'p. Ammo ilk bor o'tgan o'nlab yillardan keyin Afg'oniston hech kimdan yordam so'ramay, o'z qo'li bilan mega loyihalarni barpo etmoqda. Tolibonni butun dunyo tan oladimi, yo'qmi? Bu alohida masala. Asosiy savol boshqa. Agar Afg'onistonga to'siq qo'yilmasa, u qanchalik uzoqqa borishi mumkin? Qo'shtepa kanali suv orqali ta'sir. Afg'onistonning shimolida hozir shunday loyiha qurilmoqdaki, u butun mintaqaning geosiyosiy xaritasini o'zgartirishi mumkin. Qo'shtepa Markaziy Osiyodagi eng yirik suv kanali bo'lib, Tolibon uning yordamida Afg'oniston shimolini oziq-ovqat bilan ta'minlashi rejalashtirmoqda. Kanalni O'zbekiston chegarasidan Faryob cho'llarigacha taxminan 300 kilometr uzunlikda qurishi rejalashtirilgan. Qo'shtepa kanali orqali mintaqadagi eng muhim daryolardan biri Amudaryodan suv olib kelinadi. Eng kam baholarga ko'ra, kanal Amudaryo oqimining 20-30% o'z yo'nalishiga burib oladi. Agar barcha ish reja bo'yicha ketsa, 550 ming gektar cho'l suv bilan ta'minlanadi. Bu Livan hududining yarmiga teng. Afg'oniston uchun bu tarixda ilk bor importsiz va tashqi bog'liqliksiz o'zini mustaqil ravishda oziqlantirish imkoniyatidir. Bu loyihani amalga oshirish uchun taxminan 700 million dollar sarflanishi kutilmoqda. Suv yangi geosiyosiy qurol. Endi eng qiziq qismi boshlanadi. O'zbekiston va Turkmaniston ham Amudaryoga bog'liq. Endi esa Afg'oniston daryo oqimining 3dan 1 qismini olayotgan paytda bir narsa aniq bo'ldi. Afg'oniston endi Amudaryodan suv olish uchun hech kimdan ruxsat so'ramaydi. U qo'shni davlatlar rahbarlariga yangi qoidalarni belgilamoqda. Lekin bu urush yoki mojarolar orqali emas, balki infratuzilma orqali amalga oshmoqda. Bu yerda suv ta'sir vositasiga aylanmoqda va ehtimol kelajakning eng muhim valyutasiga ham. Qurilish jarayoni. Jarayon allaqachon qizg'in suratda ketmoqda. Hozirda 6000 ishchi mamlakatning eng issiq va quruq hududlaridan birida kanal qazish bilan shug'ullanmoqda. Baholashlarga ko'ra, ushbu mega loyiha 2028-yilgacha yakunlanishi kutilmoqda. Albatta, xavf-xatarlar bor. Yer qatlami mustahkamlanmagan. Filtratsiya va cho'kish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Ammo eng muhim jihat, Afg'oniston o'nlab yillardan beri ilk bor mustaqil ravishda butun mintaqaga ta'sir ko'rsatuvchi infratuzilma qurmoqda. Eng qiziq jihati tizim qanday o'zgarganidir. Bundan atigi bir necha yil oldin Afg'onistondagi har qanday loyiha korrupsiya, mablag' talon-taroji va tuganmas atkatlar bilan bog'liq edi. Endi esa korrupsiya darajasi bir necha barobar kamaygan. Loyihalar endilikda shunchaki orzular emas, ular amalda qurilmoqda. Pullar avvaldagidek g'oyib bo'lib ketmayapti. Aksincha, ular endi betonga, asfaltga va turar joy massivlariga aylanmoqda. Kabul New City noldan boshlangan megapolis. Eski Kobul atrofni tog'lar, tirbandliklar va suv tanqisligi o'rab olgan. Infratuzilmasi esa hali ham 1980-yillar darajasida. Endi esa hozirgi poytaxt yaqinida
butunlay tekis maydonda Tolibon yangi Qobulni qurish boshladi. Bu oddiy mikrohudud emas, 3 million aholiga mo'ljallangan 722 kvadrat kilometr maydonni qamrab olgan to'liq shahardir. Uning hajmi hozirgi Qobuldan 1,5 barobar katta. Eski Qobul to'lib ketgan, betartib va aholi o'sishga ancha vaqtdan beri dosh bera olmayapti. Yangi shahar barchasini noldan boshlashga urinish. Loyihaga qariyb 20 yil bo'lgan, ammo faqat 2021-yildan keyin faol bosqich boshlangan. Loyiha Kabul New City, yangi Qobul deb nomlangan. Rejaga ko'ra, u yerda 250 mingta turar joy, universitetlar, kasalxonalar, maktablar, savdo markazlari, yashil hududlar va keng magistral yo'llar quriladi. Hammasi yangi arab shaharlarining taqdimotlaridagidek. Eng muhimi, bu faqat qog'ozda qolib ketmay, hayotga kirib kelib amalga aylanyapti. 2024-yilda loyihaga 700 million dollar sarmoya kiritilgan. Agar loyiha oxirigacha yetkazilsa, u mamlakat uchun yangi strategiyaning ramziga aylanadi. Faqat omon qolish emas, balki zamonaviy davlatni noldan barpo etish. U yangi Qobulni Osiyodagi eng yirik yangi shaharlardan biriga aylantiradi. Yangi Qobul nafaqat qurilishi, balki yashashi uchun ham elektr, suv va barqaror energiya manbalari zarur. Energetika mustaqillik poydevori. Yangi afg'on hokimiyatining rejasi oddiy: to'g'onlar quriladi va daryo ustidan nazorat o'rnatiladi. Birinchi navbatda Kadjaki. Bu stansiya mamlakatning janubidagi Helmand viloyatida joylashgan eng qadimgi gidroelektrostansiyalardan biri. U modernizatsiya qilindi. Endi u 151 megavatgacha elektr energiyasini ishlab chiqara oladi. Asosiy ishlar turk pudratchilari tomonidan amalga oshirilgan. Loyihaga taxminan 200 million dollar sarmoya kiritilgan. Keyingi bosqich Qobul yaqinidagi Bag'dara. Uning salohiyati 240 megavatgacha va bu borada Xitoy kompaniyalari bilan shartnomalar allaqachon imzolangan. Hozirda Kunar viloyatida yana 3 ta GES bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Ularning umumiy quvvati 2 gigavatdan ortiq bo'lishi mumkin. Bu esa butun bir kichik davlat darajasidagi energiya manbasidir. Bir qarashda oddiy tuyulsa-da, bu yerda ko'plab nozik jihatlar bor. Helmand daryosining bo'yida, Nimruz viloyatida, Eron chegarasiga yaqin joyda qamalxona to'g'oni joylashgan. U sug'orish va elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan. 1970-yillarda tuzilgan Sovet davridagi kelishuvga ko'ra, Afg'oniston Eronga ma'lum miqdorda suv berishi majburiyatini olgan. Biroq qurg'oqchilik paytlarida bu shartni qanday bajarish kerakligi haligacha aniq emas. Shu bois ikki davlat o'rtasidagi tortishuvlar har yili qayta avj oladi. Qamalxona to'g'onining qurilishi Eron tomonidan noroziliklarga sabab bo'ldi. Suv oqimining Eron hududlariga kamayishi, resurslar tanqisligi, aholi migratsiyasi, ishsizlikning o'sishi va boshqa inqirozli oqibatlarga olib keldi. Suv manbalari va gidroenergetika ustidan nazorat bugungi kunda qo'shni davlatlarning suvdan foydalanish huquqi, qishloq xo'jaligi sur'ati, elektr ta'minoti va siyosiy barqarorligiga ta'sir ko'rsatadigan asosiy kuch vositasiga aylangan. Har bir yangi to'g'on oddiy infratuzilma emas, balki mintaqadagi muvozanatni o'zgartirishga qodir bosim nuqtasidir. Bugun mintaqadagi ustunlik harbiy kuch va qurol bilan emas, balki infratuzilmaning qudrati bilan o'lchanadi. Afg'onistonning yer osti boyliklari. Suv shubhasiz strategik ahamiyatga ega, lekin bu resurslarning faqat ko'zga ko'ringan qismi xolos. Asosiy boylik esa ancha chuqurda yashiringan. Afg'oniston yer ostida trillionlab dollarlik zaxiralar yotibdi. Elektromobillar uchun litiy, elektronika uchun mis va smartfonlar hamda mudofaa sanoati uchun zarur bo'lgan noyob elementlar mavjud. Bu boyliklarning barchasi Afg'onistonning tog'larida, qonlarida va o'nlab yillar davomida yetib borish mushkul bo'lgan yer osti zaxiralarida yashiringan. Aynan shu resurslar uchun bugun butun dunyo, ayniqsa Xitoy va AQSh kurash olib bormoqda. Bunga eng mashhur misol Aynok. Bu yerda Osiyodagi eng yirik mis konlaridan biri joylashgan. Unga yaqin joyda arxeologlar qadimiy buddaviy shaharning izlarini topishgan. Yana 15 yil avval bu konni qazib olish huquqini Xitoy kompaniyasi qo'lga kiritgan edi. Ammo urush, korrupsiya va siyosiy beqarorlik
loyihani amalga oshirishga yo'l bermadi. 2024-yilga kelib xitoyliklar nihoyat shunday bayonot berishdi. Biz Afg'onistonda ishlarimizni boshlaymiz. Qazib olish ishlari boshlandi. Chunki Tolibon avvalgi hukumatdan farqli ravishda xavfsizlikni nafaqat va'da qildi, balki amalda ta'minladi. Bu yagona misol emas. 2023-yilda Afg'oniston hukumatı shimoliy viloyatlarda neft qazib olish bo'yicha Xitoy kompaniyasi bilan 25 yillik shartnoma imzoladi. Endi kelajak uchun yondashuv aniq. Pul keltiradigan har qanday loyiha ishga tushiriladi. 2022-yildan boshlab mamlakat byudjeti daromadlari 1,5 milliard dollargacha keskin oshdi. Asosiy manba qazib olish va qurilish sohalari orqali yig'ilayotgan soliqlar. Eng muhimi, bu mablag'lar maxfiy moliyaviy sxemalarga yoki chet eldagi offshore hisoblarga emas, balki yo'llarga, qurilishlarga, tunnellarga va elektr tarmoqlariga yo'naltirilmoqda. Natijada o'ziga xos aylanma jarayon shakllanadi. Resurslar pul beradi, pul infratuzilmaga aylanadi, infratuzilma esa yanada ko'proq resurslarni olib beradi. Ular esa yanada katta daromad keltiradi. Afg'oniston ilk bor yordam so'ramasdan o'z resurs va boyliklari orqali mustaqil ravishda pul topa boshladi. CPC va temir yo'llar. Tolibon yaxshi anglaydi. Afg'oniston mintaqaning qoq markazida joylashgan. U Xitoy, Janubiy va Markaziy Osiyo hamda Arab dengizi o'rtasidagi asosiy savdo yo'llarining tugun nuqtasidir. Afg'oniston bu geografik ustunlikdan foydalanish niyatida. Shuning uchun 2025-yil may oyida Xitoy, Pokiston va Afg'oniston strategik kelishuvga erishdi. 60 milliard dollarlik Xitoy iqtisodiy koridori CPC, ya'ni China-Pakistan Economic Corridor endi Afg'oniston hududigacha kengaytiriladi. Endi Xitoy uchun Sinjandan Afg'onistonning foydali qazilma boyliklari va Markaziy Osiyo bozorlariga to'g'ridan-to'g'ri yo'l ochiladi. Temir yo'l loyihalari. Eng muhimlaridan biri Trans-Afghan Railway. O'zbekistondan Qobul orqali Pokistongacha boradigan temir yo'l. Qariyb 600 kilometr masofa tog'lar, cho'llar va murakkab relyef orqali bosib o'tiladi. Agar bu yo'l qurilsa, Markaziy Osiyodan Arab dengiziga yuk yetkazish muddati 35 kundan 4 kungacha qisqaradi. Bu butun mintaqaning logistikasini o'zgartirib yuboradi. 2023-yilda esa Qirot temir yo'liga ishga tushdi. U Turkmanistonning Turgundi shahrini Afg'onistonning g'arbidagi strategik nuqta Hirot shahri bilan bog'laydi. Bu Afg'onistonga kirib boradigan birinchi to'liq xalqaro temir yo'li magistrali. U kelajakdagi transport aloqalari uchun hal qiluvchi bog'lovchi bo'g'inga aylandi. Xususan, Pokiston orqali Arab dengizi portlari bilan ulanish yo'lida. Lekin bu hali hammasi emas. Energetika sohasida ham harakatlar bor. Tabiiy gaz quvuri yana kun tartibiga qaytdi. U Turkmanistonda boshlanib, butun Afg'oniston orqali o'tib Hindistongacha yetishi kerak. Bu loyiha haqida 1990-yillardan beri gapirilayotgan edi. Nihoyat 2024-yil sentyabr oyida Tolibon shunday bayonot berdi. Afg'oniston segmentida qurilish ishlari qayta boshlandi. Faqat tranzit o'zi yiliga 1 milliard dollarlik potensialga ega. Shu tariqa strategik joylashuv tufayli Afg'oniston bosqichma-bosqich Osiyo bilan Yaqin Sharq o'rtasidagi tranzit shossesiga aylanib bormoqda. U endi faqatgina geografik nuqta emas, balki mintaqaviy savdo, logistika va energetika aloqalari uchun hal qiluvchi o'tkazgich vazifasini bajaradi. Salang tunneli. Hindukush tog' tizmasida 3300 metr balandlikda Salang dovoni joylashgan. Salang tunneli Afg'onistonning shimoli va janubini bog'lovchi asosiy arteriyadir. U 1960-yillarda Sovet muhandislari tomonidan qurilgan va shundan beri hayotiy ahamiyatga ega transport yo'liga aylangan. Biroq o'nlab yillar davomida u dunyodagi eng xavfli tunnellardan biri bo'lib qoldi. Tirbandliklar, ifloslik, is gazi va ko'chkilar uning doimiy muammolari edi. Shunga qaramay, tunneldan har kuni 9000 ga yaqin mashina o'tadi. Holbuki u aslida kuniga 2000 ta transport vositasiga mo'ljallangan edi. 1982-yilda Salangda yo'l tarixidagi eng dahshatli falokatlardan biri yuz berdi. Zanjirli to'qnashuvlar, portlashlar va yuzlab qurbonlar. Shundan beri Salang tunneli logistikaning qora tuynigi deb
ataladi. Chunki u o'ta xavfli, eskirgan va nazoratdan chiqqan yo'l arteriyasi sifatida tanilgan. Uning texnik holati, xavfsizlik darajasi va o'ta yuklanganligi tufayli u mintaqaviy logistika tizimidagi eng murakkab va hal etilishi lozim bo'lgan tugunlardan biriga aylangan. Endi Salang tunneli to'liq rekonstruksiya qilindi. 100 million dollar mamlakatning soliq tushumlarining qariyb 4dan 1 qismi aynan shu loyihaga yo'naltirildi. Ishlar 2023-yil dekabrda yakunlandi. Afg'oniston shu bilan shunchaki yo'l emas, balki muhim bir haqiqatni isbotladi. U endi eng murakkab infratuzilma loyihalarini ham mustaqil ravishda amalga oshira oladi. Salang tunnelining qayta ochilishi bu faqat texnik infratuzilma emas, balki mamlakat o'z taqdirini o'z qo'liga ola boshlaganini ifodalovchi ramzga aylandi. Uzoq yillardan so'ng Afg'oniston ilk bor o'z yo'lini o'zi ochmoqda. Biz bu yo'lning natijalarini ko'rib turibmiz va uning ortidan keladigan ijobiy islohotlarni umid bilan kutmoqdamiz. Bugungi Afg'oniston o'zgarishlar sari yuzlandi. Xalq va hukumatning irodasi, harakatga kelgan umidi va kelajakka ochilgan eshiklar bu yurtni yangi qadamlar sari yetaklamoqda. Biz ishonamiz, yangi loyihalar boshlanadi, yangi imkoniyatlar ochiladi va Afg'oniston o'z yo'lini mustaqil ravishda belgilashda davom etadi.